Hammaga salom do'stlar. AliCraft kanaliga xush keldingiz. Bugun biz 100 kun survival qilamiz. Videoni boshlashdan oldin like bosib kanalga obuna bo'lib qo'ying. Unda biz boshladik. Hop. Kırılsa hozir. Tezroq. Mana biz keyingi videoda kommentariyaga yozib qoldiring. 100 kun jungleda yashaylikmi yoki cho'ldami? Albatta survival hardcore'da bo'ladi. Bir marta o'lib qolsa o'l deydi. Video tugaydi. Chaqib turaversin. Operator turadi. Komanda blokda. Yaqil. Ha. Cheats. Komanda blok yoniq turibdi. Resurs pakimiz hozircha yo'q. Keyingi videolarda resurs pak o'rnatib o'ynayman. Albatta yozib qoldiring. Bu yoqqa esa mandur eslatmayaptimi bu yozuv? Min da bo'laylik bo'ldi. Voy bo'layda bo'ldi qamayli. Ketdik. Bo'ldi, hozir ketdi o'yin. Bu albatta soatlab bo'lmaydi. Bunda 3 ta qism bo'ladi. Birinchi qismida vizirni o'ldirishga harakat qilaman. Yo'qki 4 ta qism bo'ladi. Bilmayman-da xullas. Har 2 kunda bir video chiqadi. Albatta kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, videoga ham like bosing. Unda biz boshladik. Shu ham sekin to'lish asab ketyapti. Qachon to'ladi endi bu? Ana bo'ldi, to'lishni boshladi. Tezroq bo'lsa edi. Hozircha to'lmayapti. To'l endi. Tog'di. Qachon to'ladi desam, to'lib ketyapti. Hech qilib cho'ldan emas. Qum bor-ku, mayli qum ham olaveramiz. TNT yasab portlatib tashlaymiz. TNT kerak, bomba yasash uchun. Albatta, survivalimizni boshlaymiz. Shunchaki daraxt chopamiz. Mana shunaqa. Bunda 10 ta o'zam bo'lardi, 2 ta dinamit. Biram jungle yo'qadi. Daraxtlar zo'r, katta. Semiz. Lekin ham qishloqlar har xil strukturalar bo'ladi. Tovuq bormi, tovuq? Mayli. Ovqat. Qani soch. Mashq qo'yib bo'lar, yomon chopat bo'ladi. Nega joning chiqdi? Tovuq. O'sha. Go'sht ko'p bo'ladi deyapti. 2 ta emas, 2 ta tushadi. Ana. Maza. Tovuq endi sen ham o'ylaysan. 2 ta bo'lganda hozir bolasini ham daraja olardim. Xullas. Go'sht olardim. Donimiz bitdi. Qo'ran hozir hozir. Chit yoniqmi? Ha, bo'ldi. Andaqa. Effekt. Ashundaqa desanglar,
effekt beradi sizlarga. Men Night on Night Vision bo'ldi. 30 sekundga. Ana bu yer qayt. Qolsizlarga suvda hujum qilishadi-ya. Uni oldini olishni o'rgataman. Mana bunday settingga kiramiz va bu yoqqa o'tamiz. Bu yerdan aktiv chat yonig'iga komandamiz mobs va spawnni o'chirib qo'ysak, Night Vision o'chib tugadi. Yana so'rash kerak effekt. Give bunisi boshqachasi. Hozir nima qilsa bo'ladi? Ha mayli. Night Vision ololmaymiz ekan. Avabda. Hozir kechirasizlar, shu payt video 1 daqiqaga yozilmay qolibdi. Qarasam 3 turibdi, lekin biz mana Night Vision'da oldik 8 minutlik. Hop, bale. Maza. Bu yerda har doim xarita bo'ladi. Zombilar ham bo'ladi. Yaxshisi bu yerda qayt. Dengiz yuragi ekan, tushmaymiz. Bu yerda zombilar ko'p bo'ladi, bizni bittada yoyadi. Hardcore'imiz ham hardcore bo'lib bo'lar ekan. Qumda albatta craftingga bor. Kema bo'lganda borardim. Chunki bu yerdan narsalar topish osonda. Hozircha bizga faqat kirka kerak. Pastga ketdik. Sizlarga maslahat, taxtali kirka yo taborlaringlarni yoqib yubormanglar. Ular hali kerak bo'ladi. Shaxtaga borib ko'mir topolmasligingiz aniq. Shuning uchun sizlarga maslahat chaqirdi endi. Yoqib yubormanglar. Uni pechkaga solsa, xullas tushundinglar, pechkaga solsa ko'mir bo'ladi o'rniga. Yoqilg'i. Faqatgina kirka tabor. Kirkani almashtiramiz. Bo'ldi, hozircha shular kerak. Toshdan temirga o'tishimiz kerak, uning uchun qishloq kerak yo shaxta kerak. Bu shaxta deydi. Shaxta bor. Buni 2 xil yordam bor, urishga kerak. Shuning uchun faqat tabor yasayman. U ko'mir ham bor ekan. Kakras. Temir. Tochini. Temir. Shit yasayman avval. Eng keraklisi Minecraftda birinchi bo'lib hamma narsada. Buni albatta birinchi qismda qoldirib. Shuncha aytdim-da, birinchi qismida temir taxtadan temirgacha boramiz. Ikkinchi qismida bo'lsa temirdan nezeritgacha boramiz. Shuning uchun temir qayt suv qoni. Uy, ketish kerak. Uy. Uylaman. Bo'ldi. Men hali uzoq yashashim kerak. Yana ham hardcore'da bitta ursam o'ldim.
Video tugaydi shu joyda. Boshlanishiga ela. Hali men rosa ko'p o'ynashim kerak. Oddiy yermi? Yo'q. Ha, oddiy yer ekan. Oddiy biyom bo'lgan deydi. Tayga ham unchalik yomon emasdi. Lekin yomonda g'alati-da. Menga unchalik yoqmaydi, lekin daraxtlar zo'r. Tovuq ko'rdimmi? Katta shaxtalar bo'lsa. Deyatdim, ikkita temir chiqib qoldi. Vay. Bu yerda ham yana temir. Men temirlarni olmasdan ketmayman. Hammasini olib ketaman. Qoni bor ekan. Voy. Wow. So'skan. Lekin u yoqqa tusholmaymiz, chunki bizda nima yo'q. Nafas yetmaydi. Nafas olgan damlama yo'q. Bo'ldi. Qoronta oyda ketdim. Endi kerak bitta dam. Dedi. Ko'pirdik. Qachon katta shaxtalar chiqadi? Aka qo'llar bo'lmasa bo'ladi. Qancha mob spawning yoqib qo'ysa hechqima paydo bo'lmaydi. Kechqurun zombilar ham. Shuning men tezda o'lib temirgacha ham boraman-da. Undan keyin mob spawningni yoqib qo'yaman. Keyingi videolarda albatta zo'rroq bo'ladi. Temir. Qachon chiqadi endi bu temir? Temir topgunimcha men o'lib ketaman shekilli. Tutib tashlashadi. Qachon chiqadi bu temir? Nimcha omadsizman. Tutimiz shaxta ham chiqdi. Yo'q, shaxta bas ekan. Qonmoqda bitta ham give Türkçe if kaktus bor kak edeyim kak yani cake why oddiy kek. Chunki tort beradi bizga. Tort bo'lsa baza qilib yeyolamiz. Buni olib bo'lmaydi. Ana sim keladi. Bekarda. Baraka. Ana qonimiz. Nima yaptı? Qishloq topsa ovqatdan xalqlarni temir deyam. Oho, uzoq vaqt o'ynayapman. Chunki o'lib ketaman men. Qishloq topish muammo. Tugmasi bo'lsa, qachon kompyuter olsam sizlarga qishloqni bittada topishni o'rgataman. Uning uchun obunachi kerak. Pul kerak, pul uchun obunachi kerak. Ovqat so'raya. Ovqatlar. İşte bu çizgide bo'lishmas. Minecraft rasizgide ekan. Unga ovqat yo'q. Hadi och qolishini xohlasam. Shu qulpiraylarni yeb yuraman. Biron ovqat ber. Hozir beradi. Mob spawn. Bo'ldi. Hamma mobga to'ladi hozir. Necha yursam mob chiqadi. Voy qonim ochdi. Gold sabzi bo'lishim kerak. Ovqatni ham so'rab olmaymiz-ku Minecraftda. Uni biror topish kerak. Qidirish kerak.
albatta kommentariyaga yozinglar. 100 kun hadrokda yashayim, hadrok deyapman aka. Jungleda yashaymi yoki tilmam aylanmayapti. Gapirgim kelmayapti. Cho'ldami? Ana cho'chqa. Mayli, qorni och bo'lsa, harom narsani ham yeyaveraver ekan odam. İçki beraman bitasini. Keyin meni orqamdan yurish kerak. Mana. Bobik. 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 Qaytasan. Qani. Ana mol. Mol. Va nihoyat mollar. O'l. Voy, ko'zi ham berdi. Voy. Golden. He? 100 kun survival qilyapmiz. Ashuncha bizga harom narsalar ham bo'laveradi. Kechirasan cho'chqa, sen kerakdan. Ishga majburman. Go'sht topilsa, iyi. Mana ekan. Ovqat bermadi yaramas. Ay, o'ldiryapti. Bu serverda kimdir bordi. Meni ovqatlarim o'g'irlab ketyapti. İki kishilik server ochdim. Kimdir meni serverimga kiribdi. Qatyapti-da. Voy. Qatma. Ko'tara olmayapti shekilli. Yana biroz vaqtdan so'ng video tugaydi. Ikkinchi qismini 5000 ta like'dan chiqadi. Agar yig'ib basinglar, bir kun kutinglarga to'g'ri keladi. Shu video 2 kunda meni obunachim 1000 ta bo'lsa, yo 100 bo'lsa, yangi ochdim-da, shu uchun obunachim kam. 100 ta bo'lsa, ikkinchi chiqadi. Ikkita videoni bir kunda qo'yaman. Ham har bir meni obunachim 1000 ta bo'lsa, har kun video qo'yaman kerak bo'lsa. Iyo, har bir ayasınca bolası ya bu abi. Ayası kebası bu oldu. Bolası ya bu abi. Koy da oldu deştim. O çopat. O çopat koy. O çopat. O çopat. O çopat. Yok ya, o kat ver. Beba diyor. Yo, berdi hadi. Ha, berdi. Kolay gidiyor. Ne görürüm olma çübeyat. Ha boptu. Yana biroz vaqtdan so'ng yedi. Birinchi qismi hozir tebeda bordi. Give. Kuchcha effort o'ydirish uchun. Gold. Qaraydi. Taktikcha. Gold. Then karot. Nimaga agar olti sabzi yeyapti, bu qorni uzoq vaqtga to'ydiradi. Oltin olmadan ko'ra. Yoki boshqa narsalardan ko'ra uzoq vaqt ushlab turadi. Qorinda ochishadi. Shu bo'ladi. Keyin qorin ochmaydi, jonim ko'p ketyapti. Qishloqda qachon chiqadi? Keyingi videoda to'chni bilaman. Qishloqcha sizlar bilan ko'rishaman. Chunki qishloqlar videoni o'chirganimdan keyin qishloqcha kerak bo'ladi-yu keyingi qismda. Shuning uchun
Bu milyardlab qism bo'lishi mumkin. 100 kun survival juda qiyin. Vizor yana ham Vardonni o'ldirish uchun. Vardonni o'ldirishda zo'r bor lekin. Ustiga 4 ta jun qo'yib qo'ysa, yo'q. 4 ta jun kerak o'ldirish uchun bu. Ashu junlarni atrofiga qo'yib qo'ysa, ketadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 jun kerak. Yo'q, 12 aslında. O yerda g'or ko'ryapman. Afsuski endi g'or kerak emas, qishloqcha kerak. Ana tekislikda qishloqchalar ko'p bo'ladi. Yana 5 minutdan keyin tugatamiz. Afsuski. Aytdim, to'chni bilaman qishloqchada to'xtayman deb. Videoda keyingi qismda qishloqchani boshlayman. Nima balo bilan? Bitta qo'qqanimdan turib, voy chuqur. Aniq o'ylardim tushib ketsam. Time die. Bo'ldi taraf. Bu safar qaysi videoda olishini yozib qo'yinglar. Agar obunachim ko'payib, milliardlab obunachi kelsa, bitta videoda 100 ta hech bo'lmasa 50 ta obunachi kelsa, men sizlarga cheatlarni o'rgataman. Bu video 1000 ta like yig'sa. Keyin 100 ta obunachim bo'lsa, cheatlarni o'rgataman. Agar 1000 ta obunachi bo'lsa, sizlarga bayram berib, Barakola bilan urishaman. Barako Ferroslar bor-ku, ashlar bilan urishaman. Qishloqchada to'xtayman dedim. Yana 3 minutdan keyin to'xtataman. Ye. Ketdik. Chopdi. Ana aytdim bu qishloqchada deb. Ko'proq bolta kerak edi. Ovqat zarar qilmaydi. Ender Dragonni o'ldirgani hali ancha ovqat kerak. Qishloqcha degani bu ovqat degani. Keng dala, qishloqcha keng dalada bo'ladi. Keng dalada mollar bo'ladi. Qishloqchada bo'lsa ovqatlar, sabzilar bo'ladi. Cho'p. Ovqatlar qulpiday, rediska degani. Ana otga minmoqchi edim, sabdo egarim yo'q. Bosib tashlayman, battar bo'l. Battar bo'l. Kimniki bo'lsa ham battar bo'l. Unchalik yomon emaslar, lekin bosqim kelyapti-da. Sakragim, o'ynagim kelyapti. Hozir mollarni ekaveramiz. Suyak kunor o'stiramiz nimadir. Voy. Yana ko'proq kerak ekan. Nima ekanmiz? Nima? Qaytimiz bo'lganda edi. Shakar qamich. Ana ovqat, haqiqiy ovqat. Uni somonlarda endi aniq qonimiz to'g'ri. Ender shuncha ovqat Ender Dragon'da o'ldirgani ham yetadi. Shu somonlarda bo'lib videoni tugataman. Cho'zilib ketadi bo'lmasa. O'zimga bitta ketmoqchi. Bo'ldi. Birinchi qismimiz shu joyda to'xtaydi. Keyingi qismlarda ko'rishguncha xayr. O'ng tarafda, chap tarafda zo'r videolar bor. Buni ko'rishingiz ham mumkin.